Assalomu alaykum, Nurli Solar kanalimiz obunachilari. Ushbu ko'rib turgan obyektimiz Sergeli Toshloq mahallasida joylashgan tadbirkor akamiz 50 kilovatli Longi 615 vatli quyosh panellaridan o'rnatib berganmiz. Hamda 50 kilovat uchun 615 vatli panellarimizdan umumiy soni 82 dona panel ketgan. Bu quyosh panellari uchun issiqlikka hamda yong'in chiqarmaydigan 1/6 lider brendiga tegishli kabellardan foydalanganmiz. 50 kilovatli stansiyamizga Deya brendiga tegishli 10 grid 50 kilovatli inverterimiz qo'yilgan. Har bir quyosh panellarining ehtiyot qismlari uchun 8 dona DC avtomat, 16 dona predohranитель, 8 dona uzib. Bu 50 kilovat uchun ehtiyot qismlari hisoblanadi. Kichik fabrika, ishlab chiqarish va boshqa biznesmenlar uchun mana shunaqa quyosh panellari kerak bo'lsa, Nurli Solar kanalimizga obuna bo'lib, pastga nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib, menejerlarimiz bilan bog'laning hamda to'liq ma'lumotlarni oling.